oldingi generallar ketdi. Yangi generallar keladida stolni tagida tormozni bosib o'tiraveradi. Chunki oldingi generallar qilgan yaxshi uchun ishi uchun ketdimi, yomon ishi uchun ketdimi bilmaydi hech kim. Chunki shaffof emas. Keladida bular yana ham iloji boricha xato qilmaslikka harakat qiladi. Va xato qilmaslik asnosida u yaxshi ishlarni ham qilmaydi. Iloji boricha pensiyamni kutay deydi. Ishlamaydi, shu uchun xato qilmaydi. Gap mana shunda ketyapti. Shunaqa, ya'ni bunda endi oldingisidan ham kattaroq muammolar vujudga keladi. Bir vaqtning o'zida hech narsa qilmagandan keyin pora ham olmaydi, lekin oyliklari katta, shu bilan birga ishni ham qilmaydi. Chunki ish qiladigan bo'lsa, xato vujudga keladi, ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa Dilshoda fundamental muammo oldida turibdi bular. Fundamental muammo. Agar bu masalani to'g'rilamaydigan bo'lsa, ichki ishlar idoralariga hech kim qiziqmay qo'yadi. Ichki ishlar idoralariga qiziqtirish uchun bularga ligot deymiz, ya'ni turli xil imtiyozlar. Imtiyoz bu demokratiyaning qabri deb bu oldingilar aytib ketgan. Ya'ni hozir farzandlarini imtihonsiz yoki qandaydir ballarni qo'shib berib nima qilyapti? Bu umuman olganimizda tizimni yana falajlaydi yoki bo'lmasa oxir oqibat bularga mayli qo'rqitaveringlar, endi boshqa ilojimiz qolmadi deyishga to'g'ri keladi. Shuning uchun g'ildirakni men aytmoqchiman, bizni eshitadi, bir vaqtning o'zida ham o'ngga, ham chapga aylantirib bo'lmaydi. G'ildirak buziladi unaqa paytda. Shuning uchun kelishish kerakda, bir tomonni tanlab, deylik, jiddiy bir ma'muriy siyosiy islohotlar o'tkazish kerak bo'ladi.